Assalamu alaykum, hörmətli televizor görgüçülər. Yaxşımsızlar? Dünya Uğur Qurultayı Tor televiziyasının günlük xəbərlər proqramısına həmminglar xoş gəlibsizlər. Mən İftixar Abdurşid. Bugün seyşənbə. Hörmətli görürmənlər, tövəndə diqqətinizlər günlük xəbərlər proqramımızın təfsilatıda bolsun. 15 oktyabrdan 17 oktyabrgacha Chexiyaning poytaxti Pragda chaqirilgan 27 navbatlik Munbar 2000 nomli xalqarалық muhokama yig'inida Xitoyning Uyg'urlar qaratgan chegara halqon bostirish siyosati va Xitoyning yer shari va demokratik harakatga ham dunyo tinchligiga selayotgan tahdidlar asosli muzokara temalarining biriga aylandi. Davlat rahbarlari, yuqori darajalik siyosiy arboblar va diplomatlar, shundaqla xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining asosli mas'ullarining qatnashishida o'tkazilgan va demokratik davlatlar bilan demokratchilar qanday qilib demokratik sistem o'rtaq duch kelayotgan xirqqa taqobil tura oladiganligi ustida muhokama olib berilgan mazkur yig'inda so'z qilgan Dunyo Uyg'ur Qurultayining raisi Dolqin Aysa va Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining sobiq raisi Nuriy Turkal apandilar yig'in jarayonida qilgan so'zlarda nuqtali holda Xitoyning chegara halqon bostirish siyosati va buning chet ellardagi Uyg'urlarga keltirgan ofatlar haqida to'xtaldi. Munbar 2000 xalqarалық muhokama yig'ini 1996 yili Chex prezidenti Vaclav Havel, yaponiyalik saxovatchi Yoxi Sasakawa va Nobel tinchlik mukofotining sohibi Eli Weizelning o'rtaq tashabbusi bilan qurilgan dunyodagi eng nopuzliq munbarlarning biridan iborat. Dolqin Aysa apandim munbarning 16 oktyabr kundagi erkinlik uchun elib berilgan kurash sezgirashlarini o'rtoqlashish yumaloq ustaligida o'zining 1988 yilda o'quvchilar harakatini boshlagandan buyon hozirgacha to'xtamagan kurash hayotini yig'in ahli bilan o'rtoqlashgan edi. Shu kuni Dolqin Aysa apandim bu munosabat bilan Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining ziyoratini qabul qilib, tovankilarni bayon qildi. Munbar 2000 nomli xalqarалық uchirish xalqaro yig'in jarayonida bu yig'inning ochilish murosimiga qatnashgan ochilish nutqini so'zlagan Chex Cumhuriyatining prezidenti Pavel Apandi bilan bu yerda uchrashish, qisqa bo'lsin bir suhbatlashish fursatimiz bo'ldi. Pavel Apandi bilan ko'rishib so'ziga rahmat etdik va shundaqla bugun millionlagan insonlarimizning turmalarda, jazo lagerlarida, majburiy emgak lagerlarida arziyat chekayotganlik masalalarini tilga o'tdik. Kishi buning biladiganligini, Uyg'ur xalqining achinchli azoblar şahit bo'layotganligini matbuotlardan va o'zining yaqindan taqiq qilayotganliklarini o'tirib qo'ydi bu yerda. Bu yig'in jarayonida yana yalnız Chex Cumhuriyatining prezidenti emas, Moldaviyaning prezidenti bilan nurg'ulg'an davlatlarning tashqi ishlar ministrlari bilan ayrim-ayrim ko'rishish, fikrlashish qisqa bo'lsin fursatimiz bo'ldi. Chex Cumhuriyatining tashqi ishlar ministri Jan Lepovskiy apandi bilan bu yerda qaytib bu yerda uchrashdik. Bu yerda Uyg'ur masalasini kun tartibga kelish fursatimiz bo'ldi. Chunki kelar yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti 1-oyda Xitoyning kishilik huquqini umumiyuzdan ko'zdan kechirish yig'ini bo'ladi. Bu yig'in uchun Chex bo'lsin, boshqa davlatlarning bo'lsin, qo'llashini, Xitoyga nisbatan besim qilishini qo'l keltirish uchun muhim. Bu nuqta nazardan aytgan chaqda bizning bu yig'inda nurg'ulg'an davlat rahbarlari bilan ko'rishib, kelajakdagi faoliyat programmalarimiz uchun bir asos shakllantirish uchun muhim bo'ldi. Bu qatam Xitoy masalasi muhim bu forumning muhim kun tartiblaridan birisi bo'layotdi. Men bugungi bu yig'inning umumiy yig'inida so'z qildim va tema asosiyatan demokratiya faoliyatchilarining roli va hikoyasi edi. So'zimda asosan Xitoyga o'xshaydigan diktator bir rejimning ostida insonlarning bir kunda qotil, jinoyatchi, hatto terrorist bo'lib qolganligini. Men shuning bir misoli ekanligimni, men 1980-yillarda demokratiya o'quvchilar harakatiga rahbarlik qilgan bir ish bo'lish bilan Xitoy hukumat tarafidan bir jinoyatchi deb atalganligim va terrorist deb atalganligim buning uchun qizil biltan chiqarib dunyoda ko'migan, tatmagan qiyinchiliklar bir German vatandashi, Yevropa vatandashi, erkin bir dunyoning vatandashi bo'lib, beshim kelgan qismatlarni anglatish orqali Xitoy hukumatining butun dunyoga, demokratiyaga, kishilik huquqqa, insonlikqa, dunyo tinchligiga qaysi darajada tahdid bo'layotgan bir hokimiyat ekanligini, ya'ni 80-yillarda boshlagan o'quvchilar harakati shuni ko'rsatdiki, ya'ni Xitoyning bugun Sharq Turkistonda olib borayotgan irqiy qirg'inchilik Xi Jinping chiqqandan keyin bu irqiy qirg'inchilik davriga kirganligini, ammo bu assimilyatsiya, Uyg'urlarni yo'q qilish siyosatining boshdan oxir mavjud bo'layotgan bir siyosat ekanligini, shuningga Xitoyga nisbatan darhol dunyoning bu demokratik davlatlarning bir gavda bo'lib, bir ovoz bo'lib taqobil turish kerakligini, agar bu hol davomlashadigan bo'lsa, Xitoyning butun dunyo demokratiyasiga, inson haqlariga, qonun bilan idora qilish sistemasiga, dunyo tartiblariga qanchalik xatarlik bo'lganliklarini o'zimizning sarguzashtlari bilan bu yerda deb o'tish fursatimiz bo'ldi. Nuriy Turkal apandimmi bu qatimki yig'inning ahamiyati haqida to'xtalib mundoq dedi. Bu forum 2000 yillardan beri ishlayotgan mushtaq bir demokratiyani targ'ib qiladigan bir yig'in bo'lib kelayotgandi. Men burunqi yig'inlarga bu pandemik vaqtida chaqirilganim uchun video orqali qatnashgan. Bu qatim tunji qatim qatnashishim bo'ldi. Endi bu shu Chexiyaningki sobiq prezidenti Vaclav Havelningki yetakchiligida qurilgan bir mushtaq bir fondi jamiyatininki yilda o'tkazilgan yig'in. Bu qatim bu Chexiyaning yangi prezidenti
Moldovanın prezidenti, Çexiyanınki tashqi ishlar ministri, oldingi kuni Çexiyanınki poytaxti Praga'nınki shahar boshlig'i qatnashib mishada so'z qildi. Bu hozirgi hukumatninki hozirgi davom qilayotgan dunyodagi demokratiyaga qarshi ilib berilayotgan harakatlarning bo'lib Rossiya, Xitoy va Ironga o'xshash davlatlarning ilib berayotgan shu demokratiyani buzish harakatiga bu ilmiy muhokama, talash tortish va demokratiyani sog'lomlashtirish haqida suhbat o'tkazgan shunday bir muhim munbar. Nuri Türkel efendim yığınның yapılış murasimida qilgan so'zida Xitoyning dunyoga hukmron bo'lish qaro niyati va strategiyalari, shundaqla Xitoyning Uyg'ur va boshqa millatlarga yurgizib kelgan chegara hal qilgan bostirish siyosati haqida to'xtaldi. Bu qitimqi yig'inga Dunyo qurultayining raisi Dolqin Isa, qurultayning bayonotchisi, qurultay xalqaro ishlar direktori va qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkinlardan tarkib topgan qurultay hay'ati alayda taklif bilan kelib bevosita qatnashgan edi. Amerikadagi Kommunizm qurbonlari xotir fondining tadqiqotchisi Dr. Adrian Sens lagerlarda yo'lga qo'yilayotgan majbur emgak haqidagi dokladini 2019-yili tunji qatim e'lon qilgandan keyin yaqinda yana yangi uchurlar, yangi guvohliklar va sun'iy amra ko'rinishlar qatorliq manbalarga asosan bu masala haqidagi yangilangan dokladini e'lon qilgan. Dr. Adrian Sensning yangi dokladi yilda 2 qatim e'lon qilinadigan nopozliq ilmiy jurnal bo'lgan Xitoy jurnalida e'lon qilinib, kuchli diqqat qo'zg'adi. Adrian Sensning bu dokladi Sharq Turkistondagi lagerga bog'langan majbur emgak Xitoy Kompartiyasining qurg'uvchisi Mao Zedong tarafidan ijod qilinib yo'l qo'yilgan emgak bilan o'zgartishdan iborat tarbiyalash sistemasidagi yangilikni aks ettirdi ekan. Uning deyishicha, emgak bilan o'zgartish tizimida mahbuslar tutqun qilinibla emgak bilan o'zgartish maydonlarida og'ir emgak silingan. Shunga bu sistemada qayta tarbiyalash va emgak unimining to'van bo'lganligi haqidagi shikoyatlar o'tirg'i chiqqan. Biroq Xitoy hukumatı Sharq Turkistonda emgak bilan o'zgartish tizimini isloh qilib, qayta tarbiyalash bilan majbur emgakni bir-biridan ayirgan. U mundaq deydi: Şinjangda yo'l qo'yilgan bu tizimda lagerga qamalgan Uyg'urlar avval intayin zolim va qattiq qo'lli qayta tarbiyalashdan o'tkazilgan. Buningda qayta tarbiyalash asosiy diqqat markazi bo'lgan. Bu bosqich oyoqlashgandan keyin ondan ifodasi bir qadar yaxshi deb qaralganlar lager ichidagi yoki lager yoniga qurilgan zavodlarga soqchilarning nazoratchiligida yarim kun ishlashga elib chiqilgan. Ular ishini tugatib bo'lgandan keyin lagerga qaytib, kechlar yana o'g'inish qilgan. Eng oxirida bu tutqunlar lagerdan chiqib zavodlarda butun kunlik majbur emgakchilarga aylangan. Adrian Sensning deyishicha, kasbiy mahorat bilan tarbiyalash va majbur emgak zavodlari barbara qiliblashtirilib, Sharq Turkistonning hamma joylaridagi lagerlarda umumlashtirilgan. U ayni chog'da yangi Janubiy Shinjong kasbiy mahorat tarbiyalash markazi endisi deb tasvirlangan ekan. Adrian Sens mundaq deydi: Shinjong soqchi hujjatlari ichida oshkorlangan Tekesnaylik jamoat xavfsizlik idorasining bir yo'l yo'riq hujjatida lagerlardagi kasbiy mahorat bilan tarbiyalash haqida ba'zi talablar o'tirib qo'yilgan bo'lib, uningda xususiy korxonalarni jalb qilish uchun lagerda kasbiy mahorat bilan tarbiyalaydigan bir o'rin bo'lishi lozimligi tilga ilingan. Biz qo'lga tushirgan boshqa bir hujjatda bo'lsa, lager ichida va atrofida zavod qurmoqchi bo'lgan shirkatlarning davlat yordamiga erishadiganligi tilga ilingan. Dokladda ko'rsatilishicha, Tekesnaylik jamoat xavfsizlik idorasi bu hujjatni 2018-yili lager xizmatidagi yetersizliklarni hal qilish uchun yerlikdagi kasbiy mahorat bilan qayta tarbiyalash markazlariga xizmat tadbir qilib tarqatgan ekan. Dr. Adrian Sensning deyishicha, lagerdan chiqib, zavodlarda butun kun emgak qilayotgan Uyg'ur majbur emgakchilarining ixtiyor harakat qilishi xohlagan ishga o'rinlashiga yo'l qo'yilmaydi ekan. Ularning ba'zilarining uylariga qaytishiga ruxsat berilgan taqdirdami, soqchining nazorati va kontrol qilishdan qutulolmaydi ekan. U dokladini xulosalab, Uyg'urlar qartilayotgan bu atalmish kasbiy mahorat bilan tarbiyalash sistemasi lager va emgakni ayirish orqali ularni taxim qattiq emgak silish unumini ko'targan bo'lsa, yana bir yoqdan Uyg'urlarni majbur holda Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi asosiy iqlim jamiyatiga singdiradigan sijil supi bo'lib qolishi mumkin deb ogohlantirgan. Kanadaning asosliq dengiz mahsulotlari shirkatlaridan Highlander shirkati o'tgan hafta Xitoyning Uyg'ur majburiy emgak chetishliq dengiz mahsulotlari shirkati bilan bo'lgan savdo aloqasini uzganligini bildirgan. Buningdan burun mazkur shirkat Xitoydagi bir emgak mufattish shirkatini yollab, o'zining ta'minlash zanjiriga qarta tekshirish olib borganligi va tekshirishda ta'minlash zanjirining majburiy emgak chetilganligiga oid hech qanday dalil bayqay olmaganligini e'lon qilgan edi. Halbuki Highlander shirkati bu fikrni e'lon qilib uzun o'tmay, Amerikadagi qonunsiz dengiz okean harakati nomli bir ommaviy tashkilot tekshirish doklati e'lon qilib, oz deganda 10 Xitoy dengiz mahsulotlari shirkatining Uyg'ur majburiy emgak chetishliq ekanligi, Amerika sirtdan import qilgan dengiz mahsulotlarining zo'r qismining Xitoydan kelganligini oshkorlab, qattiq g'ulg'ula qo'zg'agan. Amerika Davlat Majlisining Xitoy ishlari ijroiya komiteti patiqini bu to'g'riliq guvohlik yig'ini chaqirilganligini e'lon qilgan. Interface nomli xalqaro dengiz mahsulotlari analiz to'rining qayd qilishicha,
Highliner şirketi ötken çarşamba günü Xitoyning Yantai Sanko beliqchilik şirketi bilan bo'lgan savdo aloqasini uzganligini bildirgan. Qonunsiz dengiz okean harakati tashkilotining dokladida Xitoyning Shandong o'lkasidagi Yantai Sanko beliqchilik şirketi Uyg'ur majburiy emgak chetishli Xitoy shirkatlarining biri deb ko'rsatilgan. Dokladda bu shirkatning 2018 yildan beri oz deganda 1000 nafar Uyg'ur ishchini majburiy ishlatganligi ilgari surilgan. Xabarlarda qayd qilinishicha, Highliner şirketi Yantai Sanko bilan aloqasini uzganligini e'lon qilishdan burun Safeway qatorliq Shimol Amerikadagi bir qism dangliq talla bozori zanjirlarining egasi bo'lgan Albertson şirketi Highlinerning bir qism dengiz mahsulotlarini sotib olishni to'xtatgan ekan. 15 oktyabr yakshanba kuni Amerika poytaxti Washingtonda yilda bir qatim o'tkaziladigan Turk festivali nomli madaniyat ko'riki o'tkazildi. Washington alayda rayonining Oqsaroy joylashgan Pensilvaniya ko'chasida bo'lib o'tgan mazkur madaniyat ko'rikiga Amerika Uyg'ur birlashmasi qatnashgan bo'lib, ular ko'rikda Uyg'urlarning o'ziga xos madaniyatini tonishtirish bilan birga navbatda davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga diqqat tortdi. 15 oktyabr atdigan 11 dan tushdan keyin 6gacha davomlashgan bu festivalga necha minglagan tomoshabin va ziyoratchi ishtirok qilgan. Mazkur faoliyatni qo'llovchi o'rinlar qatoridan o'rin olgan Amerika Uyg'ur birlashmasi mazkur festivalda maxsus joy qurib, Uyg'urlarning kiyim-kechak, chalg'u asboblari va Uyg'urcha kitoblarni ko'rgazma qilgan. Ular yana ziyoratchilarga irqiy qirg'inchilik to'xtatilsin degan shuar yozilgan maykalarni sotgan. Amerika Uyg'ur birlashmasining raisi Alfidar Iltabir xonimning tanishtirishicha, ular ziyoratchilarga yana navbatda Uyg'ur madaniyatining Xitoy hukumati tomonidan mislsiz yo'qotishga uchrayotganligi, Uyg'urlarning har xil yo'llar bilan o'z madaniyatini qo'g'dab qilish uchun kurash qilayotganligini tanishtirib chiqqan. Ular yana Xitoy hukumatining Uyg'urlar qaratgan irqiy qirg'inchiligining hozirm davomlashayotganligini tushundirgan. Shundaqla ziyoratchilarni bu qirg'inchilikni to'xtatish uchun qo'ldan keladigan yordamlarni aymaslikka chaqirgan. Festival jarayonida Turkiyaning Washingtonda turishliq bosh elchisi Murat O'zjan apandi alaydan Uyg'ur supsiga kelib, Uyg'urlardan hal so'ragan. Ma'lum bo'lishicha, festival jarayonida yana Washingtondagi Dolan restorani Uyg'ur tamoqlarini bozorga silib, Uyg'ur taom madaniyatini namoyon qilgan. Bu Amerika Uyg'ur jamiyatining tunji qitim Turk festivaliga qatnashishi bo'lib hisoblanadi. Turk madaniyati va tarixini Amerikaga tanishtirishni maqsad qilgan bu festival har yili 10 oyda Washingtondagi Amerika Turk jamiyatining o'rinlashtirishida o'tkazilib kelmoqda. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida diqqatingizga kunlik xabarlar programmamizning tafsilotini sundik. Kelar qitimliq sonimizgacha ko'rishgacha omon bo'lgaysizlar. Stansiyamizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.